Bo'ldim. Teskari funksiya, rus tilida обратная funksiya deyiladi. Bu nima degani qaranglar. Misol uchun mana shu funksiya turibdi. Mana shu funksiyaga aytaylik mana x ga 2 qo'ysam, y ga necha chiqadi mana? X ga 2 qo'yaylik. 2 kere 2 4, 4dan 1 dan sigma chiqadi 3. Tushuntira oldimmi? Hozir biz bu funksiyaga teskari funksiya topgan paytimiz, teskari funksiya x ga 3 qo'yganimda y nima chiqar ekan? 2 chiqar ekan. Tushuntira oldimmi? Mana shunaqa tushuncha. Eslab qo'yinglar mana. Men bu yerdan yozib qo'yaman. X ga 2 qo'yganimda y nima chiqdi hozir? 3. Keyingi safar hozir bu funksiyani teskarisini topganimizdan keyin x ga 3 qo'ygan paytimiz y nima chiqar ekan? Nima chiqadi? 2. Tushuntira oldimmi? Mana eslab qo'yinglar. X ga 3 qo'ygan paytimiz y ga 2 chiqish kerak bo'ladi. Xo'p, teskari funksiyasini topish uchun nima qilamiz? Birinchi bo'lib funksiyani teskari funksiyasini topish uchun uni x bilan y ni o'rnini almashtirib olamiz. Ikki xil yo'li bor. Qaysi yo'l oson bo'lsa o'sha bilan ishlayverasizlar. Tushundinglar? X bilan y o'rnini almashtirib olsak, bu yerga x yozaman, bu yerga nima yozaman? Y ketdi yozamiz. X barobar 2y minus necha bo'ladi? 1. Mana shu joydan biz y ga topishimiz kerak. 2y chap tarafga nima bo'lib o'tadi? Minus. Mana bu x o'ng tarafgachi? Minus x minus necha bo'lib qoldi? 1. Hammasini oldida minus qatnashib qoldimi? Minus yo'qotish uchun nima ish qilardik? Xolislar ko'paytirib, xolislar bo'linglar. Bu nima bo'lib qoladi? 2y teng x plus necha? 1. Y ni topish uchun mana bu x plus 1 ni bo'lamiz nechaga? 2 ga. Savollar bormi? Tushundinglar? Xo'p, tekshiramiz. X ga 3 qo'yganimda javob nima chiqishi kerak edi? 2 mi? Mana olib kelinglar. 3 ga 1 qo'ysam necha bo'ladi? To'g'rimi? 4 2 ga bo'lsa 2. To'g'rimikan teskari funksiyasi mana shu bo'larmikan? Savollar bormi? Nima tushundingizmi? Guli, Dilnura, Sarvar, Ilyos. Kamera tushuning? Mubina. Davom etaveramiz. Bo'ldi, xullas nima ish qilar ekanmiz? X ga bog'lab y topib olar ekanmiz. Xohlasanglar ikkinchi yo'l bor. Men buni o'chirib turaman vaqtinchalik. Buni o'chirib turay. Prosta mana bu nisbatan qulayroq. Qaranglar. Mana shu joydan x ni topishimiz kerak birinchi bo'lib. Uning uchun mana qaranglar. 2x chap tarafga nima bo'lib o'tadi? 2x minus 2x barobar. Mana bu y-imizchi? Minus 1. Xuddi boyagidek minus 1 ga ko'paytirib yuborsam bo'ladimi? Y plus necha bo'lib qoladi? 1. Bu yerdan x topish uchun y plus 1 ni bo'lamiz nechaga? 2 ga. Ana endi oxiriga kelganda faqatgina x bilan y o'rni almashtirib qo'ysanglar bo'ldi. X plus 1 taqsim necha bo'lib qoladi? 2. Bir xilmi javob? Savollar bormi? Xohlasanglar birinchi demak, x bilan y o'rni almashtirib olib, y ga topib ishlasanglar ham bo'ladi. Yokida nima qilar ekanmiz? Birinchi mana x o'zini topib, oxirida x bilan y ga joy nima qilib qo'yish kerak? Almashtirib qo'yish kerak. Tushuntira oldimmi? Kamroq tushundingmi? Savollar bormi? Xuddi shu narsa. Buni o'chirib turaman, kerak emas endi. Mana bu joyga nechinchi misol yozilgan edi? Ta'sirli. 3-siga 1 taqsim 3x minus 2 taqsim 3. Xo'p, birinchi nima ish qilishimiz kerak edi? Sarvar. Teskarisini topish uchun nima ish qilar ekanmiz? Birinchi bo'lib, ya'ni x bilan y o'rnini yozamiz. X barobar 1 taqsim 3y minus necha? 2 taqsim 3. Mana shu joydan xo'p, y ga topishim kerak. 1 taqsim 3y chap tarafga nima bo'lib o'tadi? Minus 1 taqsim 3y barobar x o'ng tarafgachi? Minus. Minus yo'qotish uchun minus 1 ga nima qilamiz? Ko'paytiramizmi? 1 taqsim 3y plus x plus 2 taqsim 3. Bu yerdan y topish uchun umuman xaraj berib o'rganimiz yaxshi ekan. Bunga nima keladi? 3 keladimi? Mana bu 3. Shunda y barobar 3x plus necha? 2 taqsim 3 ligi kelib chiqadi. Xato bo'lib qolmadimi?
Ha, yo'q, to'g'ri, bo'l. Mana bu yerda nechi bor? 1mi? Mahraj beramiz-ku. Mana bu 3 bo'lmaydi-da. Yo'q, mana. Bitta bunga 3 keladimi? 3x plus nechi qoladi? 2 qoladi. Chunki mana 3 ikkalasida bir xil-ku. Mahrajlar bir xil bo'lsa, nima qilardik? Tashlab yuborarmidik? Bo'ldi, nima bo'lar ekan? Y barobar 3x plus 2. Savollar bormi? Tushundinglarmi? Kamron. Bugun tushundingizmi? Dilnura. Muslima. Davom etavering. Yaxshi. Xo'p, 5-misolda o'xshashlarini tushuntirib ketaman. Nima qilamiz? Birinchi bo'lib y bilan x o'rnini yozamiz. X barobar y kub plus 1. Y chap tarafga nima bo'lib o'tadi? Minus y kub teng minus x plus nechi? 1. Minus yo'qotish uchun minus 1 ga nima qilamiz? Ko'paytiramiz. Y kub teng x minus 1 bo'lib qoladimi? Sizlarga savol. Kubni yo'qotish uchun biz nima ish qilardik? Kubni yo'qotishimiz kerak. Bu yerdan hozir men y topishim kerak. Y topish uchun nima ish qilamiz? To'ppa-to'g'ri darajasiga mana 1/3 ko'paytirsam, 1/3. Mana bu uchlar nima qiladi? Qisqarib ketadimi? Shunda nima qoladi? Y barobar mana bu narsa qolib ketdimi? Buni men ildizga olib yozsam, 3 ildiz ostida x minus necha bo'lib qoladi? 1. Nimaga? Chunki buni qovusida nechinchisi bor? Birinchisimi? Ildiz yo'qotish uchun mana bu 1 ni 3 ga nima qilardik? Mana shu narsani qaytarib beradi. Tushuntira oldimmi? Bo'ldi, shundoq qoladi, shart emas. Soddalashtirish kerak. Xo'p, 7-sida. Birinchi qiladigan ishimiz y bilan x o'rnashtirib olamiz. X barobar 3 darajasida y. Shu turgan holatda joyni almashtiraylik. Y teng x ga. Yana savol sizlarga. Bu yerdan hozir nimani topishim kerak? Y topishni nima ish qilaman? Yo'q. Dilnura, nima ish qilsam bo'ladi? Yo'q. Ilyos, nima qilsak bo'ladi? Mana bu y tushirishimiz kerak pastga. Logaritmlaymiz. Necha asosga ko'ra? Mana logaritm 3 asosga ko'ra 3 darajasida y teng logaritm 3 asosga ko'ra x mi? Mana bu y oldiga tusharmidi? Mana bu 3 asosga ko'ra 3 necha bo'lib ketadi? Shunda y barobar logaritm 3 asosga ko'ra x. Mana bu narsa kelib chiqar ekan. Xulosa, y barobar 3 stepen x ga teskari funksiya nima bo'lar ekan? Y barobar logaritm 3 asosga ko'ra x. Tushundinglar? Muslima. Qayta tushunmaydi, so'rang. Tushundingizmi? Yaxshi. Xuddi shunaqa. Misol mana bu yerda 5 bo'lganda biz ikkala tomonni 5 asosga ko'ra logaritm berdik. Agar 1/2 bo'lsa 1/2 kamon. Tushunarli? Kamon mana bu teskari funksiyasi nima bo'ladi? Topinglarchi. Nimaga teng teskari funksiyasi? Birinchi nima qilardi? Xo'p. Nima bo'ladi? X ravno. To'g'rimi? Bu yerdan hozir nimani topishim kerak endi? Y topsam bunga nima keladi? Y mi? Ko'paytirsak x y teng nechiga? 2 gami? Y topsam bir xil bo'lib qoldim. Bu narsani sezmadinglar? Demak, bu giperbola deyiladi. Ya'ni k taqsim x funksiyani teskari funksiya o'ziga teng bo'lar ekan. Tushuntira oldimmi? 2 taqsim x teskari funksiyasi o'ziga kelib. Ya'ni o'zidan o'zi chiqib qolsa hech ikkilanmanglar, shunaqasi bo'lishi ham mumkin. Tushuntira oldimmi? O'zidan o'zi kelib chiqadi. Keyingisi 6-misol. Birinchi bo'lib nima qilamiz? Mana bu y bilan x yana o'rnini almashtiramiz. Bu yerga nima keladi? X barobar 3 taqsim y minus nechi? 4. Umumiy mahraj bersam bo'ladimi? Общий denominator nima keladi? Mana bu narsa keladi. Ko'paytiramiz. X y minus 4x teng nechiga? 3 ga. Bu yerda nimani topishim kerak edimi? Y ga. Mana bu 4x kerakmi hozir menga? Kerak bo'lmasa qaysi tarafga olib o'tamiz? O'ng tarafgami? Y ga topish uchun mana bu narsani x ga nima qilib yuborish kerak? Bo'lib qo'yish kerak. Savollar bormi? Tushundinglar? 8-misol. Ozgina murakkabroq bo'lsa kerak menimcha. Hop, birinchi qiladigan ishimiz doimgidek y bilan x o'rnini nima qilib olish kerak? Almashtiramizmi?
18 taqsim logaritm 6 y kub plus necha bo'lib qoladi? 3. Ha, bu yerdan nimani topishimiz kerak biz? Y topamiz. Xo'p, y topish uchun nima ish qilsak bo'ladi? Qani aytinglarchi? Mubina? Bu mahraj bersam bo'lmaydimi? Bo'ladimi mahraj? Mana bu narsa logaritmni o'zi keladimi? Logaritm 6 ko'paytirsak x qovushdi qo'shsam kelamiz logaritm 6 y kub plus 3 teng nechiga? 18 ga. Xo'p, biza y ga topishimiz kerak. Nima ish qilsak bo'ladi y topish uchun? Birinchi mana x o'ng tarafga nima bo'lib o'tardi ximiz? Kamron? Kamron. Ko'paytirish barak topqurilib plus minus bo'lsa ham mayli ekanda, minus bo'lib o'tsa. o'n sakkiz taqsim nima bo'lib qoladi? X mi? Sizlar bilan logaritmik tenglama ishlagan edik. Nima ish qilsak bo'ladi mana shunday y topish uchun? Tenglamasini ishlaganmiz sizlar bilan. To'ppa-to'g'ri mana bu narsani yozib qarab turinglar. Y kub plus 3 ni yozib barobar dedikda 6 ni nechinchisi bo'lib qolardi? 18 taqsim nimasi? X. Men 3 chop o'tib qo'ysam bo'ldimi? Y kub teng 6 darajasida 18 taqsim x plus 3 o'ng tarafga nima bo'lib o'tadi? Minus. Xuddi boyagidek kubni yo'qotish uchun nima deb yozib qo'yamiz? Mana kubni yo'qotish uchun kub ilzosida x minus nima bo'lib qoldi? 1. Bu yoqdachi kub ilzosida mana bu narsam 6 darajasida 18 taqsim x minus 3. Tushuntira oldimmi? Sarar tushundingmi? Dilbar. Yana o'taylik. İlyas. Kamron. Muslima tushundingizmi? Mubina. Nafa, kulib tushunasizmi? Uchinchi misol. Hop, birinchi qiladigan ishimiz x bilan y o'rnini nima qilib olish kerak? Hop, ketdi. Bu yerga nima yozaman? X barobar 3 taqsim y plus 1 mi? Minus 1. Umumiy mahraj nima beramiz? Aytinglarchi. X ga nima keladi? Yanachi? Bunga ham kerakmi? Nima keladi? Y plus 1, y plus 1. Ketdi ko'paytiramiz. X ga y ko'paytirsak. X y plus x teng 3 minus 2 ga y ko'paytirsak. 2y minus 2 mi? Biza hozir y ga topishimiz kerak. U demak y larni qaysi tarafga olib o'tamiz? Chap tarafga. X y minus y 2y chap tarafga minus x 3 dan 2 narsa nima qoladi? 1. Ikkalasida nima bir xil? Y olib chiqib ketsak x plus 2 teng bo'lib qoladi minus x plus 1 ga. Bu yerdan y topadigan bo'lsak minus x plus 1 taqsim x plus 2 ga kelib chiqadi. Tushundinglar? Va oxirgi misolimiz. Yana y bilan x o'rnini almashtiramiz. Shunda bu yoqda x barobar 2 ta y ning kvadrati minus necha bo'lib qoladi? 1 taqsim 2. Xo'p. 2y kvadrat chap tarafga nima bo'lib o'tadi? Minus. Mana bu x o'ng tarafgachi, bu ham minus. Minusdan qutulish uchun minus 1 ga nima qilardik? Ko'paytirsak 2y kvadrat teng x plus 1 taqsim 2. Y kvadrat topish uchun mana bu o'ng tarafda turgan narsani 2 ga nima qilamiz? Yokida sal soddalashtiringlar. Har bittasini bo'laylik, qaranglar. Bu yerda yozaman. Y kvadrat x 2 ga bo'lsam x taqsim necha bo'lib qoladi? 2. 1 taqsim 2 ni 2 ga bo'lsak necha bo'ladi? 1 taqsim 4. Bilasizlar, 1 taqsim 2 ni 2 ga bo'lsanglar 1 taqsim 4. Mana bu yerda 1 bor. O'ng taraf nima qiladi? Aylanib ko'payib ketadi. Y teng bo'lib qoladi. Kvadratdan qanday qutulardik? Kvadratdan qanday qutulardik, Kamron? Eslataman, mana qaranglar. Y kvadrat barobar 5 turgan bo'lsa, y barobar nima bo'lardi? Plus minus ilzosi nima bo'lardi? 5. Eslarga tushdimi? Ha, bu ham xuddi shu narsada. Plus minus ilzosida nima bo'lib qoladi? X taqsim 2 plus 1 taqsim 4. Tushundinglar?
xohlasangiz berib qo'yinglar, farqi yo'q. Mana y barobar plus minus 4 2 ga bo'lsa 2 tadami? 2x plus 1 taqsim necha bo'lib qoladi? 4. Mana bu yerdan bir xil chiqadi. Просто общий знаменатель berib ishlaydigan bo'lsa ozgina cho'zilib ketadi. Tushundinglar? Ozgina cho'zilib ketib qoladi. Hop, qaraymiz Dilnura. Sarvar. Birinchi qiladigan ishimiz. Mana bu y bilan x o'rnini nima qilish kerak? Bu yerda ikkita ekan-ku. Mayli, hech narsa qilmaydi. Xo'p, x barobar, mana bu ham o'zgaradimi shunda? 6y plus 2 pastda ham nima bo'lib qoladi? Y. Umuman xaraj beramiz. Bunga y keladimi? Ko'paytirsa xy teng 6y plus nechiga? 2 gami? Xo'p, y chap tarafga olib o'tamiz. Chap tarafga nima bo'lib o'tadi? Minus 6y teng 2 ga. Qovusdan tashqariga y chiqarib olsak, x minus 6 teng 2 ga. Bu yerdan y topadigan bo'lsa, 2 taqsim nima bo'lib qoladi? X minus 6. Tushuntiramizmi? Savol bormi? Bo'ldi mana shu. Demak, bu funksiyaga teskari funksiya 2 taqsim x minus 6 ga teng bo'ladi. Ha, unda nima qilasizlar? Ha, to'g'ridan-to'g'ri umuman xaraj berasizlar unda, to'g'rimi? X y bo'lib qoladimi? O'sha yerdan keyin nimani topib qo'yish kerak? Y topib qo'yasizlar. Bu ikkinchi yo'li hozir aytganim. Mana bu ishlaganimiz birinchi yo'li, ya'ni y bilan mana bu x o'rnini nima qilish kerak? Almashtirib olasizlar, umuman xaraj berib ishlab qo'yasizlar. Savollar bormi? Uchinchi misol. Xo'p, mana bu LG degani logaritm asosida necha bo'lardi? X kvadrat minus 1. To'g'rimi? Keling, shuni joyini almashtirib yozaman tushunishlar uchun. Logaritm. Faqat nima qilishimiz kerak? Y bilan x o'rnini almashtirib ketamiz. Teng, bu yerda nima qoladi o'ng tarafda? X. Bu yerdan mana bu logaritm yo'qotish uchun 10 darajasi necha bo'lib qoladi? X mi? Minus 1 o'ng tarafga nima bo'lib o'tadi? 10 darajasi x plus 1. Savol sizlarga. Kvadratdan qutulish uchun nima ish qilardik? Y barobar plus minus ilzosida 10 darajasi x plus necha? Mana bu ko'rinishga kelib qoladi. Tushuntiramizmi? Oxirgisi. Joyini almashtirib olamiz buni ham. Faqat x bilan y o'rnini almashtirib ketish kerak bo'ladi. Shunda 12 darajasi 2y minus 1 teng bo'lib qoladi nimaga? X ga. Necha asos ko'ra logaritmimiz? Logaritm 12 asos ko'ra 12 darajasida 2y minus 1 teng logaritm 12 asos ko'ra x. Mana bu darajasi oldiga tushadimi? 2y minus 1 bu nechiga teng bo'lib qoladi? Yozishim shartmi? Yo'q, shart emas. Logaritm 12 asos ko'ra x. Bu yerda minus 1 o'ng tarafga nima bo'lib o'tadi? Plusmi? Y topadigan bo'lsak, o'ng tarafdagi narsani 2 ga nima qilamiz? Logaritm 12 asos ko'ra x plus 1 da bo'lib qo'yamiz 2 ga. Xohlasanglar shunday qoldiringlar, xohlasanglar alohida bo'lib yuboringlar. Tushunarlimi? Bo'lsanglar mana ko'p qoladi-da. Ba'zida bo'lingan bo'lib keladi, ba'zida shu holatda ham qoldiradi. Mana buni oldida nechi bor? 1 da 2 ga bo'lsa, 1 taqsim 2 logaritm 12 asos ko'ra x mi? Plus 1 da bu 2 ga bo'lsa, bu ham nechi bo'lib qoladi? 1 taqsim 2. Bu ikkinchi yo'li, ikkinchi ko'rinish. Tushuntiramizmi?